Barchaga assalomu alaykum. Bugun mana ikkinchi videomni olyapman. Bugun sizlarga o'sha kasb tanlash haqida gapirmoqchi edim, hozirgi yoshlarga. Xo'sh, bundan keyin institutlarda o'qish unchalik foyda bermaydi. Nima chunki institutlar juda ko'p, bitiruvchilar juda ko'p va bizning iqtisodimizda hozirgi vaziyatda ish yo'q bo'lsa ham juda kam. Keling, siz bir o'qituvchi bo'lib institutni bitirsangiz, sizga 5 soat, 4 soat dars beriladi. Nima chunki hozirgi pensionerlar ham ko'pchilik ishlaydi va dars soatlari juda kam. Mehmonxona sohasini, turizm sohasini bitirib chiqqanlarda O'zbekistonda oldingi videomda aytganimdek juda past to'lanadi. Asosan talabalarga mos 3 million, bitta smenangizga 100 ming so'm, 120 ming so'm, 3,5 million so'm. Hozir tilni biladigan juda ko'p, shunchaki o'rganib olgan, hech narsasi bo'lmasa ham shu gapirib bilsa bo'ldi. Bizani ish beruvchilarga asosan kamroq oylik olib, ko'proq ishlaydigan xodimlar kerak. Shu uchun keyin endi turizm sohasini bitirgan, masalan, zo'r 3 ta tilni bilsa, zo'r mukammal 3 ta tilni bilsa, chet davlatda borib ishlashi mumkin. Mana o'zim Maldiv orollarida ishlaganman, Birlashgan Arab Amirliklarida ishlaganman. Endi asosan Yevropa yoki Yevropaga borish uchun nemis va fransuz tilini juda mukammal darajada, ingliz tilidan tashqari, rus tilidan tashqari bilsa agar ish topilish osonroq. Xo'sh, Turkiya boradigan bo'lsa, turk tili, arab davlatlariga boradigan bo'lsa, arab tilini plus ingliz tilini bilsa ish topadi. Xo'sh, maslahatim shuki, yoshlarga bitta kasbni mukammal o'rgangan ma'qulroq. Kasb o'rgangan inson juda boyib ketmasligi mumkin, lekin doimiy puli bo'ladi va doimiy unga talab bo'ladi. Bundan keyin kerak bo'ladigan kasblardan biri bu elektrik sohasidagi. Hozir konditsionerlar, hamma narsa elektr toki bilan ishlaydi. Elektr avtomobillar, elektr muhandisligi sohasida zo'r bilgan odam hamma joyda kerak bo'ladi. Tilni ham bilish kerak. Agar masalan chetdagi kompaniyalar kelib bu yerda shu elektr toki bilan bog'liq qanaqadir zavodlar qursa, siz ozgina tilni bilsangiz juda katta oylikka ishlaysiz. Insonlar bir malyarlik ishlarini yoki suvoq ishlarini yoki bir qurish, nimadir qurish, g'isht terish va boshqa ishlarni o'zi qilishi mumkin, lekin elektr toki bilan bog'liq bo'lgan ishni hech kim o'zi qilmaydi. Qo'rqadi. Nima chunki juda xavfli bo'lgani uchun o'zi qilmaydi. Shu uchun bitta kasbni oling. O'qishdan ko'ra bitta kasbni olgan ma'qul. Shu masalan, siz duradgor bo'lsangiz, eng zo'r duradgor bo'lish kerak yoki mashina taxlaydigan usta bo'lsangiz, eng zo'ri bo'lish kerak. Shu uchun mehnat bozorida juda qiyin bo'ladi bundan keyin. Juda qiyin bo'ladi. Hozir ham oson emas mehnat bozorida. Keyin bir narsa, hozirgi yoshlar o'qishga kirishdan oldin savol berish kerak o'ziga o'zi. Men bitirdim ham deylik. Ish topish shanslari qanaqa? Necha foizga ish? Necha foiz ish topa oladi u odam? Biznikilar nima deydi? O'qishga kirsam, bitirsam bir gap bo'lar deydi. Bir gap bo'lmaydi. O'sha bitirgandan keyin katta summa sarflanadi. 4 yilda kontraktga o'qisa, 60 million, 70 million so'm pul ketib qoladi. 4 yil umri ketib qoladi. Bitirgandan keyin diplom hozir hamma joyda bor, masalan. Osiyo universiteti, Zarmed instituti, innovatsion davlat institutlari bor, xususiylar juda ko'p. Bitirgandan keyin ish nima bo'ladi? Bu Shumbola kinosida aytadi-ku, indan keyinchi deydi. Indan keyinchi deydi-ku, o'sha boy. O'sha indan keyinchi nima qilish kerak? Ishni qayerdan topish kerak? Agar Rossiya borib ishlaydigan bo'lsa, obязательно rus tilini mukammal va bitta kasbi bo'lish kerak. Qiynaladi. Rus tilini juda zo'r bilish kerak.
Shuning uchun tadbirkorlik qiladigan bo'lsa, shunga qarab hozirgi vaziyatda zo'r kasb, hunar o'rgangan ma'qulroq deb o'ylayman. Plyus qo'shimcha kursga borib shunchaki tilni o'rgansa, masalan, Sefer yoki IELTS yoki boshqa unaqalari bo'lmasa ham, diplomlari yoki bir ingliz filologiyasini tugatmagan bo'lsa ham tilni bilsa, ish topib, ro'zg'orini boqib, o'sha kasb orqali ish bilishi mumkin, ish topishi mumkin. Bundan keyin oliy ma'lumotliklar juda ko'payib ketadi va ish masalasi og'ir bo'ladi. Hammada diplom bo'ladi, hammasi. Diplom bo'ladi, nima chunki xususiy institutlar ko'p va ularni yurishi uchun o'quvchi kerak va ular o'quvchilarni katta potokda qabul qilib oladi deb o'ylayman. Shuning uchun shu kasb o'rganinglar. O'sha maktab davridan boshlab 7-8 sinfdan bitta kasbni olib, bittada masalan svarshik bilsangiz, razryadli svarshik bo'linglar. Razryad любой xil talabga javob beradigan, har qanday talabga javob beradigan razryadi bor svarshik. Plus tilni o'rganinglar. Siz svarshiksiz, lekin tilni bilmaysiz, qiynalasiz. Hozir svarshiksiz ingliz tili, rus tilini bilsangiz, chetga borib ishlaysiz va katta summa ishlashingiz mumkin. Buni hunarni, qo'l bilan ishlaydigan kasblarni nima deydi, sun'iy intellekt qila olmaydi uni. Sun'iy intellekt borib hozircha svarka qila olmaydi, nima uchun tushunmaydi uni. Inson qilib biladi u ishlarni, yoki duradgorlik, tom yopish, tom ustachilik mana va hokazo. Barchaga omad tilayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudo xolasa ingliz tilidan darslarni boshlasam qo'yib boraman. Hozirchalik sal vaqtim bo'lmay turibdi, lekin inshaalloh Alloh nasib qilsa qo'yaman. Xudo xolasa. Rahmat barchaga.